Uzr. Bu meni o'rnim. Kechirasiz. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida. Ahmoq. Yo'qol bu yerdan. Nima? Hoy yigitchi, menga unday qarama. Ko'tingni ko'targin-da, bu yerdan surib qol. Qani tez. Men senga nima dedim? Yo'qol bu yerdan. O'tir. Bu yerda o'z hamkasblarini hurmat qilish odat qilingan. Xo'sh, boshlashdan avval aniqlamoqchiman. Kimda birjada ishlash malakasi bor? Meni diplomim bor. Yaxshi, sen ham ketaversang bo'ladi. Nima? Nega? Biz mutaxassislarni ishga olmaymiz. Biz ularni o'qitamiz. Narsalaringni yig'ishtirdi, surbetdan. Yaxshi. Men sizlarning vaqtingizni bekorga olmoqchi emasman, tushunarlimi? Sizlardan ham shuni talab qilaman. Xullas qisqasi, bizni firmaga hamkor bo'lib, siz 3 yil ichida $1 million ishlaysiz. Tushunmaganlarga yana bir bor qaytarib o'taman. Siz bizni firmada ishlagan holatda $1 million ishlaysiz. $1 million bizni firmada ishlagan holatda. Gap $1 million topish haqida ketayotgani yo'q. Gap shundaki, siz o'sha $1 million necha marotaba topa olasiz. Hazillashyapti deb o'ylayapsizmi? Men umuman hazillashmayman. Men millionerman. Buni eshitish g'alati. G'alati. Ammo men rostdan ham jin ursin millionerman, tushunyapsizmi? Xo'sh, necha yoshdaman? Men 27 yoshdaman. Bu nima degani? Bu degani bu ish uchun men qariman. Odatda bu ish bilan sizni tengdoshlaringiz shug'ullanishadi, meni emas. Men omadim bor. Men o'z ustimda ishlayman. Bo'lmasa meni bo'shatishgan bo'lishardi. Sizdek yosh va kuchga to'la ko'p pul topish ishtiyoqidagi shijoatli yoshlar shu firmaning kelajagidir. Ha, aynan sizlar. Siz hammangiz ko'p pul topishni istaysiz, to'g'rimi? Bu juda yaxshi. Kimki ko'p pul topa olmasa, uning bahonasi har vaqtdagidek pul baxtsizlik asosi deydi. Siz ham baxt pulda emas deb fikrlaysizmi? Meni tirjayishimga qarang. Negaligini aytaymi? Yaxshi, menda zo'r mashina bor. Ferrari. Qalay. Shahar markazida eng zamonaviy elektronika bilan to'ldirilgan idrokli uyim bor. Va eng asosiysi buni hammasi qonuniy. Xullas, buni hammasi pulning imkoni. Bunday pul topish uchun esa siz jon jahdingiz bilan eshakda ishlashingiz kerak. Bizga g'oliblar kerak. Axlat tashiydiganlar emas. Qulog'ingizga yaxshilab quyib oling. Ko'pincha bizdan birinchi ish yilida ta'tilni necha kunga berasizlar deb so'rashadi. Ta'til? Bu yerga odamlar faqatgina bir maqsad, boy va faqat boy bo'lishga kelishadi. Ana shunday. Biz bu yerda og'aynichilik safsatasini qilmaymiz. Faoliyatga bog'liq bo'lmagan global muammolarni hal qilmaymiz. Yaxshi. Birinchi 3 oy o'quv oylari. Haftasiga 150 topasizlar. So'ng birja broker kurslarini o'tasiz. Uddalay olsangiz kichik broker bo'lasiz, rahbaringizga esa 40 ta hisob raqam ochasiz. Keyin esa o'zingizga ishlashni boshlaysiz. Shundan keyin qancha ko'p pul topish o'zingizga bog'liq. Yana ikki og'iz so'z. Sizning o'g'aylaringiz, ota-onangiz, tanishlaringiz sizni ustingizdan rosa kulishadi. Bu normal holat. Oyiga $150 topish kulgilik, ammo pisand qilmang. Bu biznes, bugun va hozirda. Yolg'onchi do'stlarni unuting. Bir oydan keyin ularga men 25 ming topdim desangiz, ular sizga ishonishmaydi. Damin olsin, ishonmasin. Ota-onangizga yurishingiz yoqmayaptimi, mayli, hech qisi yo'q. Ularga yangi Lexus sovg'a qilganingizda, ularning hayajonlariga bir qarab ko'ring. Endi boring-da, bafurchi uyingizda o'ylab ko'ring. Bu shartlar sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Agar qaroringiz yo'q bo'lsa, mayli, bu sizning tanlovingiz. Majburlamayman. Rahmat. Bordi-yu, buni xohlasangiz, zudlik bilan menga qo'ng'iroq qilib, qaroringizni ma'lum qiling. Ammo mening vaqtimni behudaga isrof qilmang. Mayli, sog' bo'linglar.